Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun men sizlarga Asqat Muxtor qalamiga mansub Daryolar tutashgan joyda nomli kitob haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Daryolar tutashgan joyda o'zbek xalq yozuvchisi Asqat Muxtor tomonidan 1950-yilda yozilgan qissa bo'lib, adibning ilk yirik nasriy asarlaridan sanaladi. Asarda o'z davrining muhim ijtimoiy muammolari, ayniqsa ishchilar sinfi hayoti, mehnat, insoniy munosabatlar va jamiyat taraqqiyoti masalalari yoritilgan. Asarning mazmuni qissada yangi hayot qurayotgan insonlarning mehnati, orzu-intilishlari va jamiyat oldidagi mas'uliyati tasvirlanadi. Muallif qahramonlar xarakterini ularning mehnatiga, munosabatiga, fidoyiligi va ma'naviy dunyosi orqali ochib beradi. Asarda daryolarning tutashuvi ramziy ma'nosi kasb etib, turli insonlar taqdiri, maqsadlari va hayot yo'llarining bir nuqtada uchrashishini anglatadi. Asarning asosiy g'oyasi mehnatning inson hayotidagi o'rni, jamoat va jamiyatning kuchi, insonning ma'naviy kamoloti, jamiyat taraqqiyotida oddiy mehnatkashning roli. Asqat Muxtor o'z ijodida o'zbek xalqining ma'naviy yuksalishini ko'rsatishga intilgan bo'lib, ushbu qissa ham shu yo'nalishdagi asarlardan biri hisoblanadi. Asarning ahamiyati: Daryolar tutashgan joyda qissasi o'zbek adabiyoti mehnat mavzusini yoritgan muhim asarlardan biri hisoblanadi. U orqali yozuvchi nafaqat davr ruhini, balki insoniy fazilatlar, halollik, matonat, fidoyilik va vatanparvarlik ham targ'ib etilgan. Kutubxona uchun qissaning xulosasi: Daryolar tutashgan joyda inson mehnati, ezgu maqsadlari va jamiyatchilik g'oyalari ulug'lovchi qissa. Asarda qahramonlarning hayot yo'llari orqali mehnatsevarlik, mas'uliyat va insoniylik fazilatlari tarannum etadi. Kitobxonni hayotga faol qarashga, o'z oldiga yuksak maqsadlar qo'yishga undaydi. Ushbu kitobni olib mutolaa etishingizni tavsiya etib qolamiz. Albatta siz ham bu kitobni mutolaa qilsangiz o'zingizga kerakli xulosani chiqarib olasiz. E'tiboringiz uchun